qurilish jarayonlari ikki qismdan iborat bo'lib, birinchi qismida qurilish jarayonlari boshlangunga qadar ikkinchi qismda qatnov jarayonlari amalga oshirilar emish. Xo'sh, bu qay darajada haqiqatga yaqin? Ushbu savollarga javob izlab mutaxassisga yuzlanamiz. Assalomu alaykum. To'lqinjon aka, qurilish jarayonlari qachon boshlandi endi? Shundan boshlasak. Qurilish jarayonlari 1-maydan boshlandi. Ruxsat berildi hamma tashkilotlardan. Ko'prigimiz zamonaviy jahon standartlariga mos ravishda qayta ta'mirlanadi. Xabaringiz bo'lsa, naq 5 oy muqaddam ushbu ko'prikda buzilish ishlari amalga oshirilar ekan deya ma'lumot bergan edim. Kuni kecha ushbu ko'prikda qurilish jarayonlari boshlanishi haqida ma'lumot berildi. Biroq bu ko'prikda qurilish jarayonlariga qancha mablag' ajratilgan, qatnov jarayonlari qayerdan amalga oshiriladi va yangi ko'prik ham eskisi kabi mustahkam bo'la oladimi? Shu kabi savollarga bugun mutaxassislarni jalb qilgan holatda yechim topamiz. Qancha mablag' sarflanyapti? 36 milliard so'm baholangan qurilish narxi. Necha yilga xizmat qiladi endi? Xudo xohlasa 100 yillarga mo'ljallangan. Temir beton mahsulotlari 100 yil kafolatlangan. Tushunarli. Qurilish ishlari qaysi qurilish quruvchi tashkilot tomonidan amalga oshirilyapti shunda? Ramitan qurilish mas'uliyati cheklangan qurilish jamiyati tomonidan amalga oshiriladi. Hammani o'ylantirayotgan o'sha savolga javob izlasak, ko'prik buzilsa, qatnov jarayonlari qayerdan amalga oshiriladi? Buni mas'ul xodimlarimiz o'zlari joy tayyorlab, aholi uchun qulayliklar yaratib beradi. Lekin ungacha hozir buzilmaydi, lekin ikki qismdan iborat bo'lishi rostmi? Qanaqa? Yo'q, ikki qism, bir qism ikki bo'laylik, to'rt polosali yo'l bo'ladi. Kengligi 23 metrdan oshiqroq. Piyodalar harakatlanishi ham bu 75 santimetrdan kengroq bo'ladi. Piyodalar uchun alohida xot tashlanadi ekan. Ikki taraflama yo'lagi bo'ladi. Olti oygacha qatnov shu ko'prikdan amalga oshiriladi deyishyapti, rostmi? To hozir ko'prik jarayoniga ketguncha yoki qanaqa hozir yopib qo'yiladimi sirazi? Qanday bo'ladi? Mana shu rayon mas'ul xodimlari bilan kelishilgan holda maslahatlashib, undan oldinroq ham yopilishi mumkin. Yopilishi mumkin. Tushunarli. Ba'zi joylarda xalaqit qiladigan joylari bo'lsa, yo'l yopilishga majbur bo'ladi. Betonlash ishlari bu yerda boshlandi, to'g'rimi? Boshlandi. Betonlash ishlari nechta qator bo'ladi? Burga olinadimi bular ham? Ketadi, shuni o'rnida bo'ladimi betonlash? Bu eskilar olinishi kerak. Bu joylarga tushmaydi va ba'zilari tushadi, lekin hozir oraliq masofasi 24 metrlik balka deymiz, 24 metrlik balka to'sinlarini joylaymiz. Oldingi eskisi 18 metrlik bo'lgan. O'shalarni joylashtirish uchun bu ustunlar xalaqit qilyapti. Ular olinadi. Umid qilamizki, sizlarga Chortoqda bo'layotgan qaynoq yangiliklarni yetkaza oldik. Sahifamizga obuna bo'ling, bizni kuzatishda davom eting.